Salomlashay. Официал. Подписка. Qanday turib olib qo'yaptilar? Non yo'q, %100. O'yinchilardan-ku. Non bizadan emas-ku. Bu qaysi turing? Men non olib kelmabdilar, o'zgina kechikyaptilar-da. Nima deb baqiraman? Menga baqirmaydilar. Charchamasizmi? Syomka ketibdi. Haqqoniy olibdilar lekin. YouTube kanaliga chiqasizlar. Boshqa joy olamiz. Ha, mana o'rtada. Ha, mana. Assalomu kuzatuvchilar, bugun sizlar men bilan birgasizlar. Sizlarga qiziq bo'lsa, kuzatishda davom etinglar. Keyingi ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin deyman. Like, podpiska bo'lishingiz shart. Keyingi ishtirokchi siz bo'lmoqchi bo'lsangiz, pastga o'zingiz haqingizda ma'lumot qoldiring. Nilufar kelinning qo'llaridan choy iching. Savollaringiz bo'lsa berasiz deyman. Apagami? Ha. Apa emas, men apa demayman-ku men. To'xtam birman. Apa deng. Apa deyapman. Bu men dugonam bu. Dugonam. Men ismini aytganman. Nilufar deng. Nilufar deyman. Nila deyman. Nil. Nilu. Hozir savol javob qilishga kelganman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Siz bilan tanishganimdan xursandman. Mana. Qurbonova Nilufar. 1991-yil tug'ilganman. 19-mart. Oilaliman, 3 ta farzandim bor. Turmush o'rtog'im Hayitov Sardor. Hozirgi kunda ifora dasturxon asoschisiman. Nilufar opa, endi hozir biz qayerga ketyapmiz shunaqa qilib? Bugun to'yim bor. Hozir shogirdlarim hammalari ishlab yotibdilar. O'zlarining ishlarini biladilar, mas'uliyatini. Men Biz ularni tekshirishga ketyapmizmi shunda? Xuddi shunday. Qani ishlayaptilar. To'g'risiga chop kelasizmi? Yo'q, kimdir mazam bilmayapti dedi-da qizlardan. Alo. Keldim mana to'yxona orqasidaman. Mana shogirdlarim. Yo'qligimni bildirmaydi. Ukamday bo'lgan. 3-mi, 4-shogirdim. Nasib bo'lsa uylanadi, bu ham Xudo xolasa. To'yini o'zimiz qilib beramiz. Mana 5-shogirdim. Assalomu alaykum. Shogirdlarim student bo'layan. Nasib bo'lsa to'ylarni o'zim xizmat qilib, zo'r qilib beraman. Mana sizlarga non olib keldim. Kimdor so'radi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana haqqoniy ayollarimiz, o'zbek ayollarimiz davlat ishidan ortib, yarim kun davlat ishiga ishlaydi, yarim kun menga ishlaydi. O'zbek ayollari haqqoniy oila boqadi, student qizlarimiz mana perchatkalarda, fartuklarda akkuratni ishlaydi. Har bittasini mana alohida terib chiqibdilar, e'tibor bergan bo'lsangiz. Mana bo'lmasam har doim ishimiz bir xil ketadi. Mana glavni shogirdlarimiz bu yoqda. Mana starshi, yana bitta starshi shogirdlarimiz bor. Mana dekoratsiya gullarni qilib, toza suvlarga solib qo'yib e'tibor bering. Toza suvlarga. Mana bu kishi avashni taxlaydigan opamiz. Glavni eng kattalari. Mana gullarni qilib, taxlab qo'yibdilar. Dekoratsiya gul bular. Mana oq turplardan qilgan qarang. Mana shular uchun vaqanchagina ketib qoladi. Ham ovsinim, ham opamday, ham yaqinim, ishonchim. Bor yo'qligimni bildirmaydilar. Eng avashnoydi, misnoylarni chiroyli qilib kesadiganimiz. Shu kishi bilanlar. Mana bugun asatimizda tug'ilgan kunlari, hol tabriklashga uspet qilganim yo'q. Nasib bo'lsa, kechga chiroyli qilib tabrik qilib beramiz, Xudo xolasa. Mana abityaptilar. O'zbekona bunaqa nimalar yo'q. Bizda mana to'ychilar ovqatlar qilib berganlar, mana non, kola, fanta. To'g'rilar bilan ishlaymiz, ofitsiantlar bilan ishlaymiz. To'ychilar bilan ishlaymiz.
kunlik nimamiz, ish jarayonimiz hozirgacha obedgacha shu. Yana dal davom etamiz, ketdik. Bizada onam. Onamdan o'tgan kasb bu bizaga. Onamdan o'tgan. Onam ustozimiz desak ham bo'ladilar. Chunki biza 4 ta qiz, bitta o'g'il farzand biza. 4 ta qiz bo'lganimiz uchun onam yaxshi ishda ishlaganlar, dadam ishdan chiqarib olganlar. Indiksionda starshi mistra bo'lib ishlaganlar, lekin qizlarni tarbiya qilasan, turmushga berasan deb ishdan chiqarib olganlar onam. Shu asosida onam uyda o'tirgan holda banka yopganlar, to'ylarga salat qilib berganlar. Bekor o'tirmasliklari uchun ham 4 ta qizni tarbiyasi bilan shug'ullanganlar, ham uyda o'zlarini moddiy jihatdan ta'minlash uchun shu ishni qilganlar. Ukamni tarbiya qilganlar, bizani tarbiya qilganlar. Hammamizga o'sha tarafda o'rgatib ham ketganlar. Birga onangiz bilan qo'shilishib qilishgansizlar-da, sizlar ham shunaqa? Ha, birga onam bilan mana banka yopsalar, bankalarni yopib berasdik. Salat qilsalar, salatga yordam berasdik. Keyin onam pishiriq o'rganishga borganlar. Onam o'rgatmasdan turib, bloknotdan o'rganib oldim men. Bloknotdan o'rganib olib, o'zim pul yig'ib biskvit pishirgandim birinchi marta. 2005-yillarmi, 2007-yillarda biskvit pishirgandim. Onamdan yoshirincha pishirib surpriz qilgandim. O'zim tog'lan qo'limga. 19-yil davomida turasdik, keyin hovliga ko'chib ketdik. Hovliga ko'chib ketdik. Shu asos keyin o'zimda qiziquvchanlik baland edi. Lekin oilaviy yaxshi yashardik. Dadam pul topishlari yaxshi. Men o'zim ham pul topishga juda qiziqardim. Maktabda o'qisam ham kompaniyalar bor edi, Ariflame, Faberlik. Ana shu kompaniyalarga a'zo bo'lib, Faberlik Ariflame sotasdim. Maktab davridan boshlaganman. Siz biznesmen bo'lgan ekansiz-da? Boshlaganman-da, qiziquvchanligim, energiyam juda kuchli-da. Uyda ham energiyam kuchli sababli o'zi farzandlarimga ham o'tgan, hozirgi shogirdlarimga ham o'tgan. Uyda o'tirgisi kelmaydi. Shogirdlaringiz ham bor? Ha, shogirdlarim bor. O'zimning ukamday, o'zim singlimday bo'lgan hammalari energiyam kuchligi hisobiga shogirdlarimga o'tgan. Hozir bir kun bo'lsa uyda o'tirgisi kelmaydi, ishlagisi keladi. Sizda energiyasi o'sha bizga o'tgan deydi. Hammasi aytadi. Yidiko. Vashnoyda taxlaymiz siz bilan birgalikda. Hozir bitta obrazis ko'rsatib beradilar, Zamira opa borlar, vashnoy bo'yicha obrazis ko'rsatib beradilar, shu bilan davom etib ketilar bu yoq. Ketdik. Ustoz, hozir o'laman shogird. Nimaga? Men qamagandan keyin hozir qo'lim chiqib ketgan. Shunday-da. Siz shunda ofsingiz bo'lyaptilarmi? Ha. Assalomu alaykum. Yaxshi. Rahmat. Ozgina sizni endi bezovta qilamiz. Mayli. Militarilar haqida. Necha yildan beri bu kishi bilan ofsisiz? Bizami? Necha yil bo'ldi? Ancha bo'lgan, ovsin bo'lgan. 17 yil. 17 yil bo'ldi. Qanaqa ovsinlar? Ovsinimmi? Ovsinim yaxshi. Pozitiv. Qanday desam, ishlagan joyini shundaygina olib, o'zi nima qilib biladi? Puxta. Hamma bilan kelishib biladi. Haqimda eshitasizlar, o'zi. Muomalasi yaxshi. Kelishadigan paytlaringizchi? Kelishib ketamiz. Bir-birimizni tushunamiz. Yalov ko'rgan paytlarimiz ham bo'lganmi? Yo'q. Menga qattiq gapirmaganlar. Bundan keyin ham gapirmasalar kerak. Ovsin sifatida qanaqa ko'rasiz? Ovsin sifatida Ishda boshqachami? juda ham boshqacha. Ishimiz boshqa baribir. Uyda ishda aktiv biza bir-birimizni tushunamiz. Hangamalarimiz bor, o'zimizda hangamamiz bor. Hangamalar qilib turamiz. Bola, chaqa, uy ro'zg'or degandek. Shunaqa. Ish baribir ish. Ishni bir boshqacha ko'ramiz baribir. Yaqinroq torting yoningizga. Yo'q, Ha. taxlab kesib qo'yganmiz. Asad, Alifkan ketirib zaytun bor ekan.
to'g'rirog'i mana abrazis qilib beradilar hozir. Shu abrazisda qolganlar davom etadi. Men kelmay qolsam ham mana ana shu kishi glavar. Bitta joyga shu kishi, ikkinchi joyga nafsa bo'ladi. Uchinchi joyga Yulduz bor, Ozod bor, Og'abek bor, Olim bor. Ana shuni ketaveradi. Ishon topshirsak bo'ladi. Mana kelmasam ham bo'lyapti-ku, mana qamasam ham. Mana ishon topshirsalaringiz bo'ladi. Bemalol mana. Ukrasheniya qaranglar qanaqa chiroyli qilib beradilar. Men qilganim yo'q masalan. Mana. Hozir zaytuni bor, zaytunni ham qo'yib beradilar yo'llariga. Biz ishimiz nimada iborat? Овощная нарезка, овощной buket. Narezka bo'lgan овощной buket stolga, har bitta stolga ikkitadan turadi. Stol ko'rki bu birinchi o'rindan stolingizga vid beradi. Ayollarni eng yaxshi ko'rgan овощной. Rahmat sizga, charchamang. Sizni ismingiz Ifora deb o'ylaganman. Hamma Ifora deydi. Ismimni aytmaydi. Ifora deydilar. Nimaga Ifora? Ifora qo'yishim sabab 2019 bu sohaga kirib kelganman. Tinchlik to'yxonadan ishlab kelganman boshlab. Yaxshi opalar, yaxshi do'stlar o'rtirganman. Keyin karantin bo'lib qoldi. Karantinda biz hovlida ishladik. Farzandimga homilador edim. Juda ham qiynalib ishladik-da karantinda. Juda ham qiyin bo'ldi. 50 kishiliklar, 70 kishiliklar to'yxonada ofitsiant bo'ladi. Bizga ofitsiant yo'q uchun juda ham qiynalib ishlaganmiz. Nimasi qiyin? To'yxonada ofitsiant bo'ladi, uyda ofitsiant bo'lmaydi-da. Nima toshishganmi, nimaga? Hada, toshishga, qo'yib berishga. Bizda catering xizmat-ku. Biz tayyorlab beramiz. O'sha mahsulotni davraga qo'yib berish kerak. Biz qiynalib juda ham ishlaganimiz uchun keyin yaxshi ikkita shogirdim ular uylanib ketdi. Farzandli bo'lgan hozir. Eng katta Og'abek degan, Olim degan shogirdlarim bor. Og'abek degan shogirdim apa qizizni ismiga qo'yaylik dedi. Hay dedim. Yo'qotdimi shu ism senga? Ana shu qizizni ismiga qo'yaylik, Ifora degan qizizni ismiga. Qizingiz demagan Ifora. Ifora dasturxon deb qo'yaylik apa dedi. 2020-yil karantin vaqti edi. Hay dedim. Men o'sha yengil bo'lganmiki qizimning ismini xo'jayinim Ifora qo'ydilar. Ifora qo'yganlardan keyin shogirdlarimga juda ham yoqdi. Men xayolimga umuman kelmagandi. Men boshqa narsa tanlab yurdim. Brend qilish xayolingizga kelmaganmi? Yo'q. Yo'q, brend qilish xayolimga umuman kelmagandi. Keyin apa Ifora qo'yaylik, Ifora qo'yilgandan keyin Ifora qilib brend taxladik. Shu bilan Ifora dasturxon deb logotiplar qilindi. Yo'q, ketaverdi. Yana ham to'ylarim ko'payib ketaverdi. Instagramda uncha emas edi to'yim, lekin ko'chada juda ham ko'p edi. Ko'chada tanishardi sizda. Tanishim, ko'chada juda ham tanirdi. Instagramga uncha qiziqishim ham yo'q edi. 2019dan boshlaganman. Instagram yuritmasdim. 2021dan Instagram yurita boshladim. Karantindan keyin. Foydasi bo'ldimi Instagramni? Nima deysiz? Bo'lib turadi. Bo'ladi. Do'stlar o'rtirasiz, yaqin o'rtirasiz, tanish o'rtirasiz, yangi tanishlar, yangi do'stlar, yangi oila o'zingiz bilan. Qachondan beri Nilufar opani taniysiz? Qachondan beri ishlaysiz? Anchadan beri taniyman. Shu oilaviy ishlaymiz, o'g'lim ham keladi. O'g'lingiz ham ishlaydi? O'g'lim ham ishlaydi. Oilaviy ishlaymiz. Sizni aytdilarmi davlat ishiga ishlab? Davlat ishiga ishlayman. Qayerda ishlaysiz? Sir bo'lmasa. Navoiyzod. Qayerda? Navoiyzod aksionerlik jamiyatida ishlayman. Aksionerlik jamiyatda. Ki abitdan keyin bu yerga? Abitdan keyin bu yerga kelib ishlayman. Shanba ishlaymiz. Allohga shukr, kam bo'lganimiz yo'q. Nilufar opam quloqlari bitta sher endi kelib olganlar. Nima kelib oldingiz? Shunaqa. Aha. Allohga shukr, kam bo'lganimiz yo'q shu yerga ishlab. Qanaqa inson sifatida taniysiz Nilufar opani? Juda Agar ko'ngli ochiq, ta'riflasak. juda ko'ngli ochiq, ko'ngli ochiq, juda samimiy inson. Juda mehribon. Allohga shukr, mana shu ishlarning ketidan 2 xonalik uy olganmiz. Shuni mashalloh. o'g'lim bilan ishlab, Nilfarxonning yordami bilan to'lab yotibmiz. Allohga mashalloh. behisob shukr. Har doim bayramlarda sovg'alar olamiz. Yo'q, Sovg'alar beradilar. Hammamizga bir xil qilib kiyimliklar beradilar. Siz bizga nima ko'rsatmoqchisiz? Nimadir ko'rsatmoqchilar. Maqtayaptilar.
Xudojonim, muncha chiroyli to'qay. Ana. Buyursin, boraversin. Rahmat Nilufarga. Uylarga keyin. Shundoq. Bitta aylanib bering endi farq taqmasdan. Fartik taqmasdan. Ha. Bir reklamni agentство. Uylarga keyin, uylarga. Shunday. Ana, Nilufar opa sog'. Hammamizga bir xil qilib olib berganlar. Ana. Birinchi man tiktirib kiyib oldim. Manda Dilsoraniki. Hammaga bor. Sizlarniki ichidan shunaqa. Dilsoraniki, Dilsoraniki bor, yana bir kishi. Juda chiroyli. Shunaqa. Juda xursand bo'lib ketamiz. Minnatdor biza. Hech nolimaymiz. Allohga shukr. Baribir. Nilufar opa quloq yopib turing. Baribir Men bunda ish jarayonida emasman baribir. injiqlik qilgan paytlari bo'ladi. Qanaqa? Yo'q, injiqlik qilgan taqdirda ham lekin biz to'g'ri qabul qilamiz. Chunki ish paytida bo'ladi baribir. Noto'g'ri ish qilib qo'ysak, to'g'rilab, chiroyli qilib ko'rsatadilar, o'shani bajaramiz. Nima deb baqiraman? Menga baqirmaydilar, chunki meni yoshim katta, eng yoshi kattasi men. Hurmat qiladilar. Hurmat qiladilar, xudoga shukr. Rahmat. Charchamanglar unda. Sizning vazifangiz nimadan iborat? Meni vazifam ko'proq yuvib tarab, mana ana shunaqa avashnoylarga, misnoylarga yordam beraman. Hamma narsamizni ko'pincha tozalab yuvadilar. Pomidor, bodring, olmalarimiz. Men kelmasam, no hammasi o'zini joyini biladi. O'zini ishini qiladi. Har kun kelishim yo orada farzandim kasal bo'lgan vaqt ko'p bo'ladi unaqa vaziyat. Kelmasam hammasi bir xil tarzda ishlaydi. U shu kelib biz endi ishlamaymiz degan gap yo'q lekin. Biror marta bilmagan. Mana birgalikda keldik siz bilan ishini opamni ishlarini e'tibor bering. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz? O'g'il ismi. O'g'illar. Aha. Qachondan beri ishlaysiz? O'g'illar? 2,5 yildan beri ishlayman. 2,5 yildan beri. Ha, 2,5 Aha. Nilufar opa, qanaqa qilib topgansiz? Qanaqa topganman? Endi bu yerda bir shogirdi bor, Mansur degan, shu chaqirgan bizlarni, biz ishlaganmiz. Aha. Shuning yordamida. Aha. Hozir o'qishni kontraktimizni to'laymiz, o'zimizga aylanishga, yepishga yetadi o'zimizga. Ha, bu ish orqali siz kontrakt ham to'lay olasiz. Ana. Uydan pul olmaymiz. Nilufar opani qanaqa inson sifatida taniysiz? Nilufar opa, u hammamizga birdek, bizning ikkinchi onamizdek. Aha. Siz o'zi qayerliksiz? Qoraqalpoqlikman men. Ha, Qoraqalpoq. Ha, 3-kursda o'qiyman. Alisher Navoiydagi 5-da o'qiyman. Qiyin emasmi ishingiz sizni? Yo'q, qiyin emas. O'rganib ketganmiz 2,5 yildan beri. Yaxshi. Bir gap bilan til ojiz Nilufar opaga. Yana keldi. Nilufar opa, men sizni yaxshi ko'raman. Juda qattiq yaxshi ko'raman. Hammaga bizga yordam bergan, yomon kunimizda ham, yaxshi kunimizda ham yonimizda yurdigan. Hammamizga birdek muomala qiladi. Men sizni yaxshi ko'raman. Hamma narsa sizga rahmat kattakon. Mana ofitsiantlar bor, ofitsiantlar o'z ishini mas'uliyati. Hammasi o'zi olib chiqib, joy-joyiga qo'yadi mahsulotlarni. Bugungi to'yimizni ham nasib chiroyli qilib o'tkazib beradi mana yigitlarimiz, qizlarimiz. Har doimgidek bir xil ish tarzi. Qarang, bu ofitsiantlar to'yxonaniki, To'yxonasi. Bu oshxonadagilar bu sizniki. Meniki. Demak, qaysidir to'yxonaga chaqirsangiz yoki hovliga, uyga borsalar, siz o'zingizni mana bu oshxonadagi xizmat bilan ishingiz bilan. ketamiz. Oshxonadagi ishingiz bilan. Oshxonadagi bilan ketamiz. Ha, bo'ldi, tushundim. Boshqa to'yxonalarda endi biz catering xizmat hisoblanamiz. Ketamiz. Bu yoqda ham to'yim bo'lsa 2 ga bo'laman. Yana ko'chada bo'lsa 3 ga bo'laman. Bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Ofitsiantlardan ham men haqimda so'rashingiz mumkin. Qanaqa fikrdalar? Chunki har doim kelolmayman. Kelsam ham yaxshi ishlaymiz lekin. Men haqimda qanaqa fikrdasiz? Yana bitta mikrofon. Men haqimda qanaqa fikrdasiz? Haqida qanaqa fikr kerak endi sizga? Boshqa bilan syomka qilasiz, opa qo'ying. Yo'q, boshliq Nima deyolmayman? sifatida emas. Boshliq sifatida emas. Opa sifatida. Opa sifat yaxshi, tajribali. Baqiroqmi? Bilmadim. Yo'q, baqiroq emas, yaxshilar. Ta'rif topolmadim. Rahmat. Men ala yurmayman sizlarni. Bari kuxniga chiqasan tilimdan olib. Ham kechamiz qo'chobda hammasi. Hammasi uyalyapti.
ketdik yuring ha. Sizni boyadan beri ismingizni eshityapman-u, ana endi tanishib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana shu yerga qistirib qo'yaman. Sizni o'ng qo'llardan biri deb eshitdik. Ha, Qanaqa topgansiz Nilufar opani? biz Nilufar bilan bir to'yda tanishib qolib, shundan ishchi qilib oldilar. Farzandlarim to'ylarida Kimni tanishib farzandi? qoldik. Nilfarni farzandlariga to'y qilganlarida 3 yil oldin Aha. tanishib qoldik. O'shanda ishga olganlar. Deyarli tengdosh dugonamiz Nilufar bilan ajoyib inson, ham oilada, ham ishda, hamma joyda ideal desa ham bo'ladi. Yo, baqiradigan holatlarni ham aytavering. Baqiradigan holat hamma joyda bo'ladi. Boshliq albatta nimadandir norozi bo'lsalar baqiradilar, ishda xato qilsak baqiradilar. O'zim davlat ishida ishlayman, u yerda ham bor baqiradiganlar. Hamma joyda Topiladi baqiradiganlar. Topiladi, baribir ham boshliq bo'lgandan keyin baqiradi, urishadi. Joyi kelsa xatomizni aytib o'tib, keyingi safar xato qilmaslikka o'rgatib ketadilar. Ketgisi kelgan paytlari ham bo'lgan. Yo'q, men u davlat ishimdan ko'ra bu ishimni sevaman. Shuning uchun u yoqqa ko'proq borishga o'rniga bu yoqqa chopaman. Ifro dasturxon bo'lib ishlashmi? Men davlat ishida ishlardim. Davlat ishida ishlardimda, keyin davlat ishidan chiqdim. Kim bo'lgansiz davlat ishida? Zaskladchi, Aha. ombor mudir. Bog'chada. Zaskladchi bo'lganman, ishim Mos yaxshi. ekanda hamma ishlaringiz. Chunki grammaj bilan ishlaganman. Bog'chada grammaj bilan ishlaganim uchun men bu sohani tortib ketganman. Agar siz grammaj bilmasangiz, norma, me'yor bilmasangiz, bu sohani qila olmaysiz. Tavakkal yozish u to'g'ri kelmaydi hech nimaga. Chunki odam soniga yozasiz hamma narsani, gram bilan yozasiz, kilo bilan yozasiz. Mana bir xil to'ychilar qayerda kilo kelib chiqyapti deydi. Odam soniga bizani shtatimizda olib qo'ydi. Uyda o'zim biznes qilmoqchi bo'ldim. Xo'jayinim qarshilik qildilar. Xo'jayinim umuman xohlamaydilar bu sohada yurishimni. Nima biznes qilmoqchi edingiz? Biznesmi? Parfumeriyani olib kelib sotmoqchi edim. Umuman xohlamadilar. Hozir ham xohlamaydilar xo'jayinim. Hozir Hozir ham qilmoqchimisiz? Shuncha ishingiz bo'lsa. Yo'q, hozir qilmoqchi emasman. No, buni Ifro dasturxon asoschisiman-ku. Aha. Holi ham xohlamaydilar men ko'chaga chiqishim. Holi ham oilada tortishuv bo'lib qoladi. Hammaning oilasida bor u. Tortishuv, kelishmovchilik, bachchalarga tarbiya berish. Hammasi bo'ladi. Xo'p, boshlanish qanaqa bo'lgan? Qanaqa? Dizaynerlik, meva taxlashdan boshlagan. O'sha paytlar moda bo'lib ketgandi. Birinchi meva taxlash, keyin misnoylar, keyin Samarqandga borib malaka oshirib keldim. Ustozlarimiz bor Samarqandda. Men Toshkent, Buxoro bormayman. Asosan eng katta ustozlarim Samarqand. Samarqandda rostdan ham dasturxon juda chiroyli qilinadi. Ustozlarimga rahmat aytaman. Hozirgi kunga kelgan darajam uchun, erishgan yutuqlarim uchun. Injika kolbasalar yo'q, varaqqa yozilgan-ku sizga qazi tilla bilan. Ha, tashangchi, kompyuterda yozilgan bo'lishi kerak edi. Mana o'sha biza kelgancha misnoylarni chiqarib bo'lganlar. Qarang, men bu ish jarayonida ishlaganim yo'q. Mana qarang. Dekoratsiya gullari bilan misnoylarning terilishiga e'tibor bering, kesilishiga e'tibor bering. Hammasi o'zini mas'uliyatini biladi. Kelishim shart emas. Hamma narsani o'zlaricha tikka qilib qo'yadilar. Mana o'sha limonchalarini qo'yadi. Mana bu yerda pirojnolar chiqibdi. Salyonini tugatib, mana o'sha pirojnoga o'tdi. Mana avashnoylar ham o'sha tayyor bo'libdi. Mana limonchalarini qo'yibdi, ukrasheniya gulini qo'yganlar. Avashnoy ham tayyor hisob. Energiyasi o'tgan, baqiradigan, energiyasi o'tgan, har taraflama ko'p o'xshashligimiz ko'p. U ishdan ko'raman, bu ishimni juda sevaman. Ish smenam to'g'ri kelib qolsa to'yga, uni almashtirib bu yoqqa yugurib kelaman. Shu ishimni ketidan daromadimdan pravaga o'qidim. Dugonam yordam bergida o'qidim, prava oldim. Hammaga ham
hozirgi nimada nasib qilavermaydi. Men oldim, Xudoga shukr. Ajoyib inson Nilufar, lekin ideal oilada, hayotda ajoyib ayol, ona, boshliq sifatida hurmatim cheksiz. Qaysi xislatlarga havassiz keladi? O'sha narsa sizda yo'q. Qaysi xislatiga havasim keladi? Biza to'y oxirigacha charchab qolamiz, to'g'risi. U umuman charchoq bilmaydi. Shu to'yni tugatib soat 11 bilan 12 bilan ketsak, yana 2 soatdan keyin уже nahorga chiqishga tayyorda. Biza charchaymiz, hech bo'lmasa bir 2 soat dam olaylik, iltimos deymiz. Bu dam olmaydi lekin. Ketadi. Yana bitta zakaz o'tkazishga bemalol qurib yetadi, kuchi yetadi. Ana shunisiga havas qilaman. Oyoqlar og'riydi bizada. Charchaymiz, lekin Bo'lmasa yoshimiz teng deng pashti. Baravar. 1 yosh farq qilamiz, baravarmiz. Bu degan bilan uxlashga vaqt ber deyapti menga. Uxlashga vaqt ber deyapti. Hurmatim cheksiz dugona sifatida ham, boshliq sifatida ham har taraflama rahmat aytaman shu insonga. Har taraflama yaxshi ayol. Oilada ham hurmatim cheksiz, sog' bo'lsin doimo, salomat bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, ishlarini, rivojlarini bersin. Shu dugonamni ketidan bizlar ham ergashib yuraveraylik-da. Rahmat. Charchamaylar. Sog' bo'ling siz ham. Bugun ikkinchi kunimiz, xudo xolasa. Bugun ikkinchi kunimiz. Bugungi kunimiz ham juda chiroyli o'tadi, nasib qilsa xudo xolasa. Qiziq bo'lsa, kuzatishda davom etinglar. Like, podpiska bo'lishni unutmanglar YouTube kanalimizga. Nilufar opa, agar bu kasbni egallamaganingizda, qaysi kasb egasi bo'lgan bo'lardingiz? Men doktor bo'lishni yaxshi ko'rardim yoshligimda. Dedam qattiqroq, osonlikcha qo'rqmayman. Shu uchun doktor bo'lishni xohlaganman. Talabchan ishchilarimga nisbatan talabchanligim kuchli, lekin halol pokizalik, tozalik bor bizada. Ishimni yaxshi ko'raman. Hamyonbop. Mana bu menyularimiz, perchatkam yetsam bo'ladi. Men baribir ish vaqtida emasman bugun. Meni salgina qizib ketib, ishga sho'ng'ib ketaman. Perchatkalar yechamiz. Perchatkangiz beqol. Xoniko. Mana istamay qo'ying. Bu menyularimiz har xil tayyor menyular bor. Bu yoqda mevalar, salatlar, to'ychi bemalol o'z xohishiga ko'ra tanlaydilar. Misnoylar, skumbriya, lososlar. To'xtang, sekin. Hamma menyu tayyor. Mana sushilar bor, roletlar bor, baliqlar bor. Sushilarni kim qiladi, Nilufar opa? Sushilarni tayyor olaman. Tayyor. Idishi bilan birga keladi. Tayyor keladi. Zakaz qilasizmi? Zakaz qilamiz. Hammasi mana osh dasturxonlarimiz, hamma pirojnoy, desertlarimiz bor. Hammasini yaxshi joydan zakaz qilib beraman. Ana shu menyu asosida mana sirna asarchilarimiz bor bu yoqda. Menyu asosida odam boshiga pul to'laydilar. 250 mingdan 500 minggacha bor. 500 mingning ichida 5 xil ovqati bor. Deserti bilan 5 xil. Qarang, menyusi hozir bugungi dasturxonni o'rtada dedingiz, a? O'rta dasturxon. Nimalardan iborat ular? Masalan, mevasi bor, meva asarchi, misna asarchi, ovashna asarchi bor. farqini aytib bering undan ko'ra. Farqi sharoitidan kelib chiqqan holda olingan mahsulotlar. Masalan, nima bo'ladi, nima bo'lmaydi? Ayta olasizmi? Sirna asarchilar bo'lmaydi. Bu hozir 250 minglik stollarda. 250 minglik to'ychini sharoitidan kelib chiqqan holda olingan. Buni ichida sirna asarchilar yo'q, salon asarchi yo'q. O salyonni ko'rdim-ku, u nima? U prosta pomidor bilan bodring. Salon asarchi bo'lsa, juda ham kattaroq. Kattaroq asarchi bo'ladi. Dungal bo'ladi, chesnok bo'ladi. Mana bunaqa salon asarchi bo'ladi. Mana bunaqa bo'ladi.
Bu salon asarchi hisoblanadi. Hozirgisini to'ychini o'zi olib kelib berganmi shunda? To'ychini o'zlari olib kelgan. Ikki xil mahsulotda. Ikki xil mahsulot. Eng ko'p gapni men eshitaman-da. Nima uchun deysiz? Shu nima uchun? Nima uchun deysiz Nilufar opa bu gap eshitishlar? Nima qilib? Mas'uliyat. Ha. Ko'proqmi bu kishida mas'uliyat? Ha. Hamma narsani biladi. Aha. Demak, siz boshqa ishchilarga ham mas'ulsiz shunda. Ha, hamma narsa ishonib topshirganlar hamma narsani. Qarayman, javobgarlik mening zimmamda. Apam haqida bitta so'z, betakror.